Assalomu alaykum, hurmatli 1S3.0 redaksiya dasturi foydalanuvchilari. Bugungi video darsimizning mavzusi 1S dasturini soliq servisi bilan qanday integratsiya qilish va hisob fakturalarini qanday yuklash va yuborish kerakligi to'g'risidagi mavzu bo'lib hisoblanadi. Integratsiya qilish parametrlarini sozlash uchun birinchi navbatda EDO bo'limidagi quyidagi servislardan Настройки EDO kriptografiya servisining ichiga kiramiz va quyidagicha oyna shakllanadi. Ushbu shakllangan oynada подключиться tugmasi bosiladi. Va pastda ko'rishimiz mumkin quyidagicha komponent muvaffaqiyatli o'rnatilganligi to'g'risidagi xabarnoma shakllanadi. Va ushbu oynadan chiqamiz va qayta EDO bo'limiga kiramiz. Va yuqoridagi учетный запись EDO ga kiramiz. Va quyidagicha oyna shakllanadi. Ushbu shakllangan oynada создать tugmasi bosiladi. Operator qismidan показать tugmasini bosib, ushbu ro'yxatdan o'zimizga kerakli soliq servis operatorini tanlab qo'yishimiz mumkin va dalil tugmasi bosiladi. Organizatsiya qismidan esa o'zimizga kerakli tashkilotni tanlab qo'yishimiz mumkin. Dalil tugmasini bosamiz. Dalil tugmasini bosganimizdan so'ng tashkilot elektron kaliti ma'lumotlari chiqadi. Undagi ma'lumotlarda tashkilot elektron kalit parolini kiritishimiz kerak bo'ladi. Tashkilot elektron kalit ma'lumotlarini kiritganimizdan so'ng quyidagicha учетный запись успешно создан yozuvi chiqadi va готов tugmasini bosamiz. Готов tugmasini bosganimizdan so'ng quyidagi oyna shakllanadi. So'ng ushbu oynadan chiqamiz va qayta EDO bo'limiga kiramiz. Va yuqoridagi jurnal elektronlik dokument bo'limiga kiramiz. Pastdagi настройка jurnal qismiga kiriladi va yuqoridagi текущий учетный запись qatoridan o'zimizga kerakli operator учетный записni tanlab qo'yiladi va применить tugmasi bosiladi. Va обновить tugmasini bosganimizdan so'ng входящий, исходящий, ya'ni kiruvchi va chiquvchi shot fakturalar va boshqa hujjatlar shakllanadi. Bundan tashqari EDO bo'limining yana bir parametri bilan tanishishimiz mumkin. Buning uchun EDO bo'limiga kiramiz va quyidagi настройка EDO kriptografiya bo'limiga kiramiz. So'ngra quyida EDO qismiga o'tamiz. EDO qismida quyida ko'rishimiz mumkin основной учетный запись EDO maydoni bor. Agar bizda bir nechta tashkilot va bir nechta учетный запись bo'ladigan bo'lsa, biz tashkilot hujjatlarini aniq bir учетный запись bo'yicha shakllantirmoqchi bo'lsak, quyidagi основной учетный запись EDO maydoni to'ldiriladi. Buning uchun добавить tugmasi bosiladi va kerakli tashkilot tanlanadi va учетный запись qismida показать все tugmasi bosilib, kerakli учетный запись tanlab qo'yiladi. Endi esa hisob fakturalarni soliq servisiga qanday yuborish kerakligi to'g'risida to'xtalib o'tamiz. Buning uchun продажи bo'limidagi realizatsiya akt nakladniy bo'limiga kiramiz va o'zimizga kerakli hujjatni tanlaymiz va hujjatga kirganimizdan so'ng ma'lumotlarni to'g'ri shakllantirgan holda pastdagi shot faktura qismida выписать shot faktura tugmasi bosiladi. Va bizda quyidagicha ko'k giper havola shakllanadi. Ushbu giper havolani ustiga bossak, quyidagicha maydon shakllanadi. Ushbu maydonda yuqorida ko'rishimiz mumkin EDO tugmasi bor. EDOni bosib, quyida отправить tugmasini bosishimiz mumkin yoki создать elektron dokument tugmasini bosishimiz mumkin. Отправить tugmasini bosish orqali yaratgan hisob fakturamiz to'g'ridan-to'g'ri soliq servis saytiga boradi. создать elektron dokumentni bosish orqali esa quyidagicha oyna shakllanadi. Ushbu oynada учетный запись qismida o'zimizga kerakli учетный записьni tanlashimiz mumkin va tip dokument qismida o'zimizga kerakli tipni tanlab olsak bo'ladi. Ma'lumotlarni to'g'ridan-to'g'ri yubormoqchi bo'lsak, подписать и отправить tugmasi bosiladi. Ma'lumotlarni qoralamaga saqlamoqchi bo'lsak, сохранить va черновиках, обновить черновик tugmasi bosiladi.